Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana men Muhratjon. O'tgan darsda sizlar bilan koreys tilidan oddiy unlilarni o'rgangandik. Bugungi darsimizda sizlar bilan murakkab unlilarni yozma ravishda birgalikda o'rganamiz. Murakkab unli harflar, oddiy unli harflar bir-biriga qo'shilish natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni unli harflarni biz o'tgan darsda o'tgandik. Bunday bo'lsa, murakkab unli harflarni birgalikda o'rganishni boshlaymiz. Aziz kuzatuvchilar, bular murakkab unli harflar hisoblanadi. Aytib o'tganimizdek 11 ta harf. Birinchi harfimiz E harfi, ikkinchisi Y harfi, uchinchisi bu ham E harfi, to'rtinchisi Y harfi, beshinchisi V harfi, oltinchisi V harfi, yettinchisi V harfi, sakkizinchisi V harfi, to'qqizinchisi V, o'ninchisi V va oxirgisi rus tilidagi U harfi bilan o'zimizni I harfiga mos tushadi. Ko'rib turganingizdek, murakkab unli harflar shulardan iborat. Endi sizlar bilan bularni qanday talaffuz qilishni o'rganamiz. Xo'p, birinchisi E harfi. Bu yopiq E hisoblanadi. Yopiq E harfi hisoblanadi. Ikkinchisi yopiq Y harfi hisoblanadi. Yopiq Y harfi hisoblanadi va uchinchisi ochiq E harfi bo'ladi. Ochiq E harfi bo'ladi. To'rtinchisi ochiq Y harfi bo'ladi. Ochiq Y harfi. Endi bularning farqi nimada degan savol tug'ilishi mumkin. Ochiq nima degani, yopiq nima degani? Yopiq harflarga, masalan, yopiq E ga harf ozgina bo'rttirib va qisqa lo'nda chiqariladi. Ya'ni E. Ikkinchisi yopiq E ham qisqa va lo'nda. Y. Ochiq E va ochiq Y'lar esa ozgina cho'zib talaffuz qilinadi. Ya'ni E, Y. Ozgina muloyim chiqadi yopiq E'larga qaraganda. Keyingi harfimiz V harfi. Bu V harfi qanday hosil bo'ldi degan savol tug'ilishi mumkin. Oddiy unlilarda biz O harfi va A harfini o'rgangandik o'tgan darsimizda. V harfi esa bu ikkala harf bir-biriga qo'shilishi natijasida hosil bo'lyapti. Buni talaffuzi esa O ga ozgina urg'u bergan holda va, ya'ni va. O ga ozgina urg'u beramiz bu joyda. Bu talaffuz vaqtida. Xo'p, keyingi harfimiz V. V harfi ham xuddi shunday. V harfida farqi shundaki, oddiy unlilarda o'tganimizdek O harfi va murakkab unlilardagi yopiq E ishlatiladi. Buni talaffuzi esa V. Ya'ni bunda ham O harfiga ozgina urg'u bergan holda V ni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni V talaffuz qilishda V hisoblanadi. Xo'p, keyingi harfimiz V. V. Bu harfimiz ham oddiy unlilarning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Ya'ni yana o'sha yozib qo'yganimizdek O harfi va oddiy unlilardan I harfi bilan birgalikda qo'shilishi natijasida V harfi hosil bo'lgan. Yana bunda biz talaffuz vaqtida O ga ozgina urg'u beramizda V ni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni V. Qaytarib ko'ramiz. V. O ga ozgina urg'u bergan holda. Xo'p, keyingi harfimiz V harfi. Bu ham oddiy unlilardan tashkil topgan. Ya'ni U harfi bilan O harfi birgalikda qo'shilish natijasida hosil bo'lgan. Xo'p, bunda endi talaffuz vaqtida biz U harfiga ozgina urg'u bergan holda V talaffuz qilamiz. Ya'ni U harfiga ozgina urg'u beramizda V harfini qo'shib qo'yamiz. Talaffuz qilib birgalikda talaffuz qilib ko'ramiz. Vo.
vo. Vo. Hop, keyingi harfimiz esa v harfi. V harfi ham xuddi shunday oddiy unlilardagi u harfi bilan va murakkab unlilardagi harfidan, ochiq harfidan tashkil topgan. Bunda ham talaffuz qilishimizda uga ozgina urg'u bergan holda v'ni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni v. Uga ozgina urg'u beramiz. Hop, keyingi harfimiz esa v. V harfi bu ham oddiy unlilardan tashkil topgan, unli harflar qo'shilishidan tashkil topgan. Ya'ni u harfi va oddiy i harfidan qo'shilishidan tashkil topgan. Hop. Bunda endi biz yana u harfiga ozgina urg'u bergan holda talaffuz qilib ko'ramiz. Ya'ni uga ozgina urg'u beramizda v harfini, v so'zini qo'shib qo'yamiz. Hop, ya'ni bu uga ozgina urg'u bergan holda talaffuz qilamiz. Hop, keyingi harfimiz esa uy harfi. Bu ham oddiy unlilar birgalikda qo'shilishidan hosil bo'lgan. Ya'ni oddiy unlilarda ö harfi bor edi bizda. Oddiy unlilarda oxirgi harf ö harfi. Bu rus tilidagi ö harfiga to'g'ri keladi. Hop. Ö harfi va oddiy i harfi, oddiy unlilardagi i harfiga to'g'ri keladi. Ya'ni buni talaffuzi toza qildingizmi? Hop, buning talaffuzi esa xuddi shunday talaffuz qilinadi. Ya'ni uy. Qaytarib ko'ramiz birgalikda. Uy. Boshlanishi u va o'zimizni i harfi bilan birgalikda qo'shilishi natijasida hosil bo'ladi. Uy. Bugun sizlar bilan murakkab unli harflarni birgalikda o'rgandik. Murakkab unli harflar o'z nomi bilan murakkab. Bunga sal ozgina jiddiyroq qaramasak, talaffuzlarda qiynalishimiz mumkin. Telegram kanaliga o'ting va murakkab unli harflarni rasmini yuklab olib, takrorlab va yaxshi o'rganing. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.